Assalomu alaykum. Qachon kelding? Nima qilib yursan bu yerda? Zebo kir. Kir, ne qayasan? Assalomu Kirsinchi. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Keling. Mana bu mengami? Men o'zim olib borardim shuni, kechki payt. Surprizni ham rasvo qilding. Aytgancha. Tanishinglar. Bu Pochcheng, Furqat, bu Zebo. Zebo sizmisiz? Ha, Har 15 ta gapini 20 tasida sizda. Zebo. Furqat aka tanimadingizmi meni? Yo'q. Kim bular? Furqat aka rostdan tanimayapsizmi meni? Yo'q, tanimadim. Sizlar qayerdan taniysizlar bir-biringlarni? Jinni rashqima. Bular meni akam bo'ladilar. Tushunmadim, qayerdan taniysiz uni deyapman. Men bularni erini ko'ryapman men. Ko'rmaganman bularni. Siz Ravshan degan tog'ingiz bormi? Ha, borlar. Ularning qizlari bor. Zebo. Ha? Voy, singlim senmisan? Ha, menman. Bir pasda shunaqa katta qiz bo'lib ketdingmi Ko'rib sen? turganingizdek, tanimaganingizni qarang aka. Keling, Qalaysiz? yaxshimilar? Yaxshilar, o'zingizchi? O'zing yaxshimisan? Ha. O'qishlaring yaxshimi? To'xtanglar. Tanimaganimni qara. Tushunmadim. Hozir biz shunda qarindosh chiqyapmizmi? Eslagin. Bolaligimizda mehmonga kelganingda, dadamni tug'ilgan kunlarida qayiqchalar yasab berardilar, suvga oqizib o'ynardik, esla? Hozir shunda qo'limni tishlab qochgan qiz shu bo'ladimi? Ha? Voy to'polonchi, senmiding hali o'sha? Bekorga qo'lingizni tishlamagan ekanman-da.